Dostlar, bu videoni srochniy kalenchi aka joylarga tashlab qo'yamiz. Bu zdaniyani sirasi sotib oladilar, ishni boshlaveradilar. Ertaga ish boshlangandan keyin reklama qilib, ishlar jonlanib ketishini bizlar ham o'z hissamizni qo'shamiz, xudo xolasa. Dostlar, hammaga salom. Bugungi obzorimizda noturar 10 yer maydonidagi tayyor biznes bo'ladi. Bir joyning narxini siz ana shunday tayyor yurib turgan biznes xarid qilsanglar bo'ladi. Yer maydoni 10 ga teng, dokumentlardan hech qanday muammo yo'q. Video davomida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Video boshidan bir like bosib esdan chiqmasin. Kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Ana shu ko'rib turgan zdaniyamiz sotiladi. Bu yerda kirish darvozasi bo'ladi. Shunda kelganimizda o'ng qo'limizda Ahranning xonasi bo'ladi. Bu yerimiz ham to'liq remontlangan, hamma narsa tayyor bo'lib turibdi. Endi bu zdaniyamizning territoriyasiga kelsak, territoriyasi ana shu shiferdan bergi zabor. Ana shu ko'rib turgan obyektimiz bo'ladi. Obyektimiz bilan bir-birini tanishtirib o'tamiz. Bu yerimiz tayyor ishlab turgan yer. Endi hozir egalari chetga ketib qolgan ekan, shu bilan to'xtab qolgan ekanlar. O'zlarimiz ham ko'pchilik biladi bu yerda, Allohlar klientlari ko'paydi bu yerda. Ana shu ko'rib turganimiz 5 dona boks bo'ladi. 5 boksimiz ham ish faoliyatida tayyor, adlari chiroyli qilib naves qilingan. Polni to'q montajlari hammasi bitgan. Birinchi boksimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Temir darvozalar qo'yilgan. Bu yerimiz motor hadoyi uchun moslangan bo'ladi. Ana shu ko'rib turgan podyomniklar hamma kulishlarni chaqaladi. Ana shunda tayyor kelib ishlab ketaversangiz bo'ladi. Bu yerimiz birinchi boks bo'ladi. Kelganimizda kuzov ta'mirlash uchun bir boks bo'ladi. May almashtirish hadoyi uchun bir boks. Razval hadoyi uchun. Bu tarafimizda shina balansirovka uchun ana shunday bir boks bo'ladi. Bu boksimiz общий katta bir zal bo'ladi. Ko'rib turganingizda har qaysini отдельный alohida kirish darvozalari o'rnatilgan. Ko'rib turganingizdek balansirovka apparatlari, bu apparatlar hamma narsasi tayyor turibdi. Hattoki kulishlargacha tayyor. Agar usta odam bo'lsangiz, bemalol kelib ish boshlab ketaversangiz bo'ladi. Ko'rib turgan hamma narsangiz qoladi. Bu tarafimizda sklati bor ekan. Kerak zapchastlarimiz boshqa narsa bo'lsa, hammasini solib qo'ysangiz bo'ladi. Tayyor biznes do'stlar. Bu yerimiz ko'rib turganingizdek injektor tozalash xonasi. Ana shunday injektor tozalaydigan apparatlari, uskunalari hamma narsasi qoladi. Hamma narsa alohida qilib ishlangan. Eng zo'r tarafi oilaviy biznes qilsanglar ham bo'ladi. Sababi bu tarafimizda ikki etaj zdaniyasi bor. Ko'rib turgan zdaniyamiz, bu yerimiz yuqorida oshxonasi bor. Oilaviy yashash uchun bir ikki xona komnatasi ham bor. Endi shuncha tex bo'lgandan keyin обязательно yanında zapchast do'kon kerak. Bu tarafimiz zapchast do'kon ekan. Zapchast do'konimiz ham katta, ko'rib turganingizdek. Mana hamma sharoitlari bor. Sotuv rastalari, polklari, televizori, konditsioner, hamma narsa tayyor turibdi. Faqat sotib olasiz, pulni tikaysiz, biznesni boshlayotsangiz bo'ladi. Yaxshi, zo'r ustalarga olib kelsangiz, albatta biznesingiz yurib ketadi. Ko'rib turganingizdek, zdaniyasi keng. Oldinda plashatkalari bor, yer kirlar qilingan. Gaz, suv, Wi-Fi dan muammo yo'q. Undan tashqari 3 fozli to'g'am отдельный o'zlari uchun tushib turgan ekan. Narxi bunday qimmat emas, bir joyning puli, lekin ana shu ko'rib turgan hamma narsani shu pulning ichida qoladi. Xat hujjatlarida hech qanday muammo yo'q. Prime atlansa o'tirib olsanglar bo'ladi. Endi sizlarni manzilimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Do'stlar, obyektimiz bilan tanishib chiqdinglar. Manzili zo'r yerda joylashgan. Ana shu yo'lning bo'yinda o'zlari uchun kirish uchun alohida ana shunday zikashga ko'pir ham qilingan. Ko'pirdan muammo yo'q. Olib turib ishda boshlayversanglar bo'ldi. Manzilimiz Ellikqal'a tumani Tozabog' ofisida joylashgan bo'ladi. Bu taraf Bo'stondan kelish bo'ladi. Bu tarafimiz Toshkent yarmarkadan kelish bo'ladi. Orientirni tushuntiraman. Orientir Tozabog'ga kirish laylak bor ana shu yerda. Shundan o'tganimizdan keyin o'ng qo'limizda joylashgan bo'ladi. Pastdagi nomerlarga bog'lansanglar, o'zlaringiz olib kelib ko'rsatamiz, yo bo'lmasa o'zlaringiz kelib ko'rsanglar ham bo'ladi. Narxini kelsak, narxi unday qimmat emas. Taqalish yeri egalari 70 ming dollar aytdilar. Biz savdolashib, tortishib, sizlar uchun 60 ming dollarga savdoni pishirib qo'ydik. Ustida xayrdan yana 100 dollar, 200 dollar o'tib beradilar. Bu videoni ana shunday tadbirkorlikqa qiziqadigan, tanish bilish, og'ayin, tug'on, jo'ra, yar do'stlarga tashlab qo'yamiz. Albatta, kalenchilarga tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom bo'ling.